2019-yil Gentra mashinasi. Balon holatlari yangi holatda turibdi. Charmixa qo'yib qo'yishgan. 4 ta yumshoq balon, 4 sezonovoy. Xo'p. Oddiy diskaga kalpaklar taqib qo'yishgan. Amerikanka opturalari bor. Lidlardan qo'yib qo'yishgan oldinroq. Xo'p. Kraskasi qanday? Kraska va kirlasida kapot yuzaki sepilgan. Bu kapot bilan mana shu kirlasida kraskasi bor ekan, yuziga sepilgan. Xo'p, zavodskiy metanlari bor. Ko'rib tursiz, zavodskiy. Motorlar ochilganmi, ochilmaganmi? Motor ochilmagan. Qancha yurdi? 88. 88 ming yurdi. Mexanika korovka, konditsioner bor, ABS'lar bor. Hadoylar qanday? Hadoy. Hadoylar cho'tki. Maliburmi? Xo'p, oyna elektronni, evakuatorliklari bor. Chexollar qo'yib qo'yishgan. Xo'p, mexanika korovka. Xo'sh, magnitofonlar bor, video registratorlar bor. Rullar o'zgartirilgan, menimcha Malibu. Mejikar pultlari ham bor. Necha? 88600 yurgan. 905 mejikar pultlari bor, 88000 yurgan. Xo'p. Kraskasini aytib o'tdik. Orqaga ham optiralar o'rnatilgan. Originalmi? Originaldan qo'yilgan. Xo'p, zavodskiy metan 90 talik. Zapaska balon ko'sh, damkrat hamma narsasi joyida turibdi. Kraska chirgan joylari yo'q. Xo'p, video registrator kameralari bor. Mashinaning orqa tomonidan ko'rinishlarini ko'rib turibsiz. Xo'p. Kraskasini aytdik, motorlarni ko'rib chiqdik, probeglarni ko'rib chiqdik. Narx qancha ekan aka buni? 9200 aka. 9200 bo'ladigan joyga qancha qilib berasiz? 8700 bo'lsa beraman. 8500 dan pastlab bitami bitmaymi? Yo'q. 8500 larga bitami? Naqsanisi? 8600 largacha. Bo'ladi. 8600 larga gaplashamiz deb, kimga qiziqsa bemalol qachishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Biz turgan joydan so'rab savdosini qilib, tekshirib ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Variantlar bormi yo'qmi oluvchilarga? Bu 5-6 so'm desa, qolgan 1-2 oyga bo'ladi. 1-2 oyga nasiya savdo ustiga qo'shilmaydi, to'g'rimi? Ustiga qo'shilmaydi, 1-2 oyga nasiya savdo. Xohlasa avtokreditdan chiqarib beramiz. Kimga qiziqsa bemalol qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Biz turgan joydan so'rab savdosini qilib, tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Telefon nomerlaysiz. 90lik 247 44 14. Kimga qiziqsa bemalol qilib xarid qilishingiz mumkin. Gentra mashinasi 2019-yil zavodskiy metanlari bilan. 2013-yil u Cobalt mashinasi. Balon holatlari yangi holatda turibdi. Oldi va orqasi o'rtacha holatda ekan. Biz kalpaklar taqib qo'yishgan. Xo'p, turkurikdan oshiqroq yurgan kraskasi mana shu kralasi va orqa bagajida bor ekan. Bagajlar yechilmagan. Shumka polnosda bo'lgan. Xo'p, motorlarni ko'radigan bo'lsak, motor ochilganmi, ochilmaganmi? Bilmayman, lekin Klapni ko'tarilgan menimcha. Xo'p, moy yemaydi. Hozirgi holatda xarajatlari yo'q deyishyapti. Ya'ni ham o'zingiz uchun tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Bu yerda yechilgan joylari yo'q. Xo'p, konditsioner bor, ABS bor. Xo'p, metan gazlari bor. 2-pokoleniya, 2-pozitsiya Cobalt. Xo'p. Lobolargacha almashgan narsalari yo'q. Ya'ni ham o'zingiz uchun tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Pulni shumka bo'lganmi aka? Pulni 100% shumka qilingan. Bular ona elektron knopkada ko'tarib tushiriladi, chexollar qilingan, kovriklar tashab qo'yilgan, mexanika korovka, 2-pozitsiya. Magnitofonlar ishlayaptimi? ishlaydi. Magnitofonlar ishlab turibdi. 3 kun bo'lyapti qo'yilgan. Gaz qo'yilganiga 3 kun bo'libdi. Shu vaqtgacha benzinda yurgan. Texpasportga ham benzin yozilgan. Qancha yurdi aka bu? 442 ming. 442 ming yurdi. Yaxshi chexollardan qo'yib qo'yishgan, qimmat emas, lekin chiroyli. Bagaj knopkalar qo'yilgan. Qarang, mana bu kraska, lekin mana kirish tegmagan. Istida kraskasi bor, lekin kirish tegmagan, bagajlar yechilmagan. Xo'p, zapaska bo'lgan tankrat hamma narsasi bor, bagajlarda ham shumkasi bor, 80 talik metan gazlari bor. Faralar o'zgartirilgan. Xo'sh, mashina holatini ko'rib turibsiz. Hadoylar qanday? Zo'r ular. Hadoylar zo'r, kraskasini aytib o'tdik, motorlarning holatini aytib o'tdik. Xo'p, 2013-yil ekan. Narx qancha ekan aka buni? Narxini 7300 deyapman. 7300, 6500 ga bermasiz, to'g'rimi? 6500 ga bergan. Qanchalar qo'shsa berasiz aka 6500 ga? Bo'lsa bergan. Qanchaga? 7 garta qimmat aka. 6700 larga berasizmi? 7 atrof bo'lsa ko'ramiz-da. 6700 larga bering aka. Telefon qilishadi, gaplashasiz. Gaplashamiz, 7000 bo'lsa ko'ramiz. 7000 bo'lsa-ya, 7000 ga sotolmaysiz aka lekin. Sotolmasak turibdi. 6800 bo'lsa berasizmi? O'zimiz bilan yuramizda. 6800 larga. Qo'shsin. Naqsansa 6800 ga gaplashsak bo'ladimi? Telefon qilursin qani? Telefon qilsa gaplashamiz deb, yana ham ko'ramiz deb. Agar bugun bozor sotilmasa 6600 ga berasizmi, bermaganingizga? Bermaysan uni?
to'g'ri kelmaydi. Narx bo'lsa 6800 ga bering shuni. Narx sanaydiganlarga. Mashinani bironta o'ynaz laboy Baribir yili eskiroqda. Yili eski probegi ko'p, lekin mashina ishonchli. 6800 ga berasizmi? Narx sanasa. 6900 ga beraman. 6800 ga bering shuni chiqarib yuboramiz. O'zimiz gaplashaveramiz. Ya gaplashamiz, lekin savdosini qilib chiqaraman men har doim. 6800 ga bitami? 6800 bo'lmaydi. 6900 mi? Undan kami yo'qmi? 6900 ga bitadi deb 6800 larga xudo xolasa beradi, yana ham gaplashib ko'rasiz. Ha, to'g'ri kelsa telefon qilasiz. 6800 larga xudo xolasa beradi. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Telefon bilan qoldiraman, telefon bilan ayting. 94lik 474 2902. 2902. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Telefon bilan qoldirdik. Nasiya savdosi bormi, yo'qmi? 10 kun 15 kunga. 10 kun 15 kunga kutib turamizda. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. 2013-yil avtomat korovka. Xo'p, Lacetti mashinasi qaf-qora istida luklari bilan, balonlarni ko'radigan bo'lsak, balonlar o'rtacha holatda, sakadiskalar chiroylisdan qo'yib qo'yishgan. Kraskasi faqatgina kalinkasida bor ekan. Ya'ni o'zingiz uchun tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. 1.6 motor, avtomat korovka. Motorda problema bormi, yo'qmi? Xarajatlar qanday? Xarajatchi yo'q, hammasi. Hozirgi holatda xarajatlar yo'q, ABS bor, konditsioner bor, metan gazlari bor, 4-pokoleniya. Bitta konditsioner shu freonni ko'radi, meniki yo'qmaydi. Xo'p, konditsioner hozirgi holatda ishlamay turibdi. Freonlarni tekshirib yuboradi, deyapti. Men ishlatib ko'rganim yo'q deyishyapti. Xo'p, ya'ni ishlamaydi. Mashina ходовойлari qanday aka? Ходовой законный, коробка, motor законный. Korobkada, motorda problema yo'q. Bu bir rul. Malibu bir rullar qo'yilgan. Xo'p, aynan elektronni pult mizikarlar qo'yilgan. Hozircha tuyning qilib qo'yishgan. Mizikar necha aka? Mana bu da bilmayman mana. 905 ga o'xshaydi. Qancha yurdi aka bu? 180 da. 180 ming yuribdi. 1.6 motor. 185 ming yurgan. Pioner magnitofonlari bor, avtomat korovka. Xo'p, chexollari bor, yaxshisidan qo'yib qo'yishgan o'rtacha. U magnitofon kalankalari bo'lgan, yechilgan. Kraskasi faqatgina bu yerda bor deyapsiz. Mana shu ikki tomonda kraskasi bor. Lastlarning adati bu. Jintra va lastlarning adati. Xo'p, mashina orqa tomonidan ko'radigan bo'lsak, 4-pokoleniya 4-pokoleniya 100 talik metan gazlari bor. Xo'p. Zapaska bo'lgan tankrat hammasi joyida turibdi. Kraskasini aytib o'tdik. Bu mashina orqa tomonidan ko'rinishdan ko'rib turibsiz. Xo'p, ходовойлар yaxshi holatda deyishyapti. Yana ham o'zingiz uchun kraskasi praviga hammasidan bitta tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Narx qancha ekan aka buni? 7800 yo'qman, siz tartibchidan siz nomingizdan kelsa yana kelishtirib beraman. Qanchalar kelishtirib berasiz aka? Qanchaga berasiz? 7 larga bitami? 7 salkan mayli 7500 ga beraman men. 7500 dan pasab bitami tutmayman. 7300. Yana 100 siz uchun o'taman. 7300 narx sanasa. Hisob olsin. 7300 larga gaplashamiz. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Yana ham narx kelishmasa, o'zingiz uchun so'rab savdosini qilishingiz mumkin. Xo'p, telefon nomeringizni aytsangiz. 99 99lik 073 073 07 07 89. 89. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Xo'p, oluvchilarga variantlar bormi, yo'qmi? Bor 2000 bo'lsa variantni ko'p qilaveramiz. Variant 1000 dollari bo'lsa avtokreditdan qilib beramiz uchun. 1000 dollar bilan avtokreditdan qilib beramiz deyapti. Xohlasa variant vikipkalari ham bor deyapti. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldirdik. Bu so'ramagidan so'rab savdosini qilishingiz mumkin. 2013-yil Jintra mashinasi. Amerikan Coptralar o'rnatilgan, kraskasi bitta kralasida bor deydi. Hozir ko'ramiz. Cobalt balonlar qo'yilgan, sakadiskalar o'ziniki. Xo'sh, qaysi kralasida kraskasi bor? Orqa kralasida petnasi bor. Udar yo'q-a? Yo'q. Udarlari yo'q. Ya'ni o'zingiz uchun tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Amerikan Coptralar o'rnatilgan oldiga. Mashina benzinda, faqat benzinda yurganda ham gaz qo'yilmagan. Xo'sh, motor darajatlari bormi, yo'qmi? Motor darajatlari yo'q. Mexanika korovka. Xo'p, Euro variantmi aka? Euro variantmi? Sizni qizdirgichlari bor. Xo'p, aynalar elektron knopkada ko'tarib tushiriladi. O'zining rodnoy magnitofonlari turibdi, video registratorlar bor, sizni qizdirgichlar bor, chexollar bor. Xo'p. 86 ming yurgan. Xo'p. Poluklar tashab qo'yilgan, yaxshisidan. Bagaj tashlarsangizmi? Bagaj knopkasi ishlamayaptimi? Nima ishlayapti? Bitta yarim otsa. Ha. Kalt ochgandan keyin bagaj knopkasi ishlar ekan. Xo'p. Zapaska bo'lgan tankrat hammasi joyida turibdi. Bagajlar ham kengish holatda. Gazlar qo'yilmagan. Orqada optiraza faralari bor, menimcha yaxshisidan qo'yilgan. Yana ham tekshirib ko'rib olasiz. Kraskasi, ходовой hammasini. Magnitli video nima deydi?
magnitli. Bu ham bir nimaga yaqinsangiz chiyilib qoladigan. Nima dedi, bir nima deylardi? Ha, magnitli parkovka. Xo'p. Kraskalarni aytib o'tdik. Hadoylar qanday aka buni? Hadoylar. Hadovoy hech qanday ishi yo'q mashina deblaysiz. Hozirgi holatda tayyor holatda. Oladi, minadi. Konditsionerlargacha ishlab turibdi deyapti. Faqat oladi, minadi. Minadigan odam kerak deyapti. Gazini qo'yasiz, benzinni solasiz, minasiz. Xo'p, narx qancha aka buni? Narxi 7800 deyapmiz. 7800 bo'ladigan joy qancha qilib berasiz? O'tib beramiz. 7,5 dan pasabitdan bitmaymi? 7500 narx sanasa. 300 ko'rdi bozor. 7300 ko'rdi, ya. Bermaganingizga bugun bozor sotilmasa berasizmi? 7400 ga berasizmi? 2,5 bo'lsa beramiz. 7,5 dan kami yo'qmi? 7500 dan kami yo'q deyapti. Kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. Yana ham narxi yoqmasa savdosini qilib ko'rishingiz mumkin. Telefon nomeringizni aytsangiz. 50lik 50lik 704 704 9966. 9966. Oldida tonirovkalari bor, lekin ruxsatlari yo'q. Og'aningizdan keyin sразу ishlashingiz kerak yoki ruxsatnoma olishingiz kerak. Oluvchilarga variantlar bormi yo'qmi? Variant yo'q, narxi. Faqat naqa 10 kun 15 kun nasiya savdosi. Bo'ladi. Bankdan beraveramiz. Bank ham qilib beramiz, 10 kun 15 kun nasiya savdosi ham bor. Kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. Telefon nomeri aytsam aytmasmi? Okey. Alyo. Telefon nomeri 50lik 704 9966. Kimga qiziqsa bemalol qatnashib xarid qilishingiz mumkin. 2013-yil Cobalt mashinasi, balon holatlari o'rtacha holatda, bu kalpaslar taqib qo'yishgan oddiy diskada. Kraskasi qanday aka buni? Baş kapot boyli eshik. Qaysi? Bu eshikmi, u eshikmi? Abi eshik emas bu, kapot aka. Kapot, ikkita boyli. Kapot. Ha, kapot bilan kiradi. Ishiga o'tmaganmi? Yo. Yengilgina Ishiga bo'lgan o'tmagan. aka. Yengil kraska sepilgan, siyahlarga o'tmagan. Xo'p, ikkinchi paketda metan gazlar bor, abis bor, konditsioner bor, ishlab turibdi. Xo'p, motorda xarajatlari yo'q deyapsiz-a? Motorlarda xarajatlar yo'q. Aka, mo'ylar almashgan. Undan qilingan maylar almashtirib bilan olasiz, minasiz deyishyapti. Ya'ni o'zingiz uchun tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Loboy almashmagan-a? Loboylar almashgan. Xo'p. Kraskasini aytib o'tdik, ya'ni o'zingiz uchun tekshirib ko'rib olasiz. Hozirgi holatda xarajatlar yo'q deyapti. Xo'p, ishingiz 25 ming yurgan, magnitofonlar bor. Xo'p, koroklar tashab qo'yilgan. Xo'p, chexollari bor, konditsioner ishlab turibdi deyapti. Xo'p, bagaj knopkalari yo'q ekan. Xo'p, bagajni ocha olmadik. Xush, metan gazlar bor edi. Hadoylar qanday ekan? Oldi yangi ikkita amortizator qo'yilgan aka. Oldiga yangi amortizator qo'yilgan, hadoylar cho'tki holatda deyapti. Nechtalik metan? 90 talik. 90 talik metan gazlari bor. Hozir holatda xarajatlari yo'q, to'g'rimi? Yo'q aka. Hozir holatda xarajatlari yo'q. Hop gaz so'sangiz. Kraskasini aytdik, faqat gazini solasiz, minasiz deyapti. Kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. Telefon nomerini qoldiramiz. Biz so'ramajadan so'rab savdosini qilib tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Narxlar qancha? 6500. 6500. Bozor qancha qildi? 6000. 6000 qildi. Bugun bozor sotilmasa bermaganingizga berasizmi? Yo'q aka. Qancha qo'shsa berasiz? 100 qo'shsa berasizmi? 100 qo'shsa berasizmi? 200 qo'shsa. 100 qo'shsa berasiz. Bular narx sanasa, bugun bo'lsa bo'lar. bugun narx sanasa 6100 bo'lsa, bugun endi biz telefon videomiz o'zi abitdan keyin chiqsa, ertaga so'raydi-da. Erta kechgacha bor. Ertaga kechgacha bo'lsa deyapti, kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. Telefon nomerini qoldiramiz. Biz so'ramagan joydan so'rab savdosini qilib usta bilan kelib tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Telefon nomerini aytsangiz. 93lik 90lik 273 273 5700. 5700. Kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. Xo'p, nasiya savdosi bormi yo'qmi? Yetmasa. Narx pulga. 10 kun 15 kunga. Yo'q. Faqat 10 kunga kutilamaydi. 10 kungacha kutamiz-da. Kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. Telefonim bilan qoldiramiz. Qoldirdik. Biz so'ramagan joydan so'rashingiz mumkin. Bu videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Kallamiz qaynab issiqda mehnat qilib, mehnatimizni qadrlasangiz bitta like bosib, podpisatsiya bosmasdan turib kuzatayotgan bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Kimda kim mashina olmoqchi, sotmoqchi bo'lsa, bu yerda Instagram, Telegram kanallarimiz sektorlari o'tib podpisatsiya bo'lib qo'ysangiz, bemalol reklama qilib sotishingiz ham mumkin, ko'rib turib olishingiz ham mumkin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.